uchun bu tizimi qimmat hisoblanadi. Juda kam ishlatiladi bu turdagisi. Effektivni. Ha. Ikkinchisi bu suv. Bu suvni, ya'ni suv energiyasi orqali, ya'ni suvni harorati orqali, suv havzalari, kanallar, yer osti suvlari orqali xonani isitish yoki sovutish. Bu ham nisbatan qimmat hisoblanadi, ya'ni ustanovka qilish qiyinroqda buni. O'shaning uchun bu ham bu turi ham mavjud, lekin juda kam ishlatiladi. Ya'ni hozirgi kunda biz, ya'ni O'zbekiston hududida deyarli yo'q desa ham bo'ladi bu turdan. Xo'p, uchinchisi havo, endi bu o'zimizning oddiy konditsionerlar. Ya'ni ko'chadagi harorat bilan freonda energiyasini tushirib va ko'tarib, xonani ham havo orqali sovutadi yoki isitadi. Va oxirgisi bu havo-suv. Ya'ni ko'chadagi havoning energiyasi bilan freon sovutib yoki isitib, suv orqali xonani sovutadi yoki isitadi. Ya'ni bu issiqlik nasoslari o'zimiz ishlatilayotgan va chillerlar ham shu turga kiradi. Ya'ni oddiy chillerlar. Xo'p, biz zavodda ishlab chiqarilayotgan modellar hammasi havo-suv turi hisoblanadi. Ya'ni o'sha turga kiradi. Hammasi monoblok qismdan iborat, hali split sistemasi yo'q. Xo'p, endi issiqlik nasoslariga bo'lgan talab O'zbekistonda oshib boryapti. Ya'ni sekin-sekin ko'payib boryapti. Sotilishi ham, ustanovka qilinishi ham, O'zbekistonga olib kirilishi ham baribir ko'payib boryapti. Bunga sabablar bor o'ziga yarasha. Elektr energiyasi barqarorroq nisbatan gazga nisbatan, yana qanaqa? Gaz zaxirasi tugab, davlat ham o'zi siyosati, ya'ni gazdan voz kechib elektr orqali yoki shu gaz o'rnini bosuvchi energiya bilan uylarni isitish yoki sovutishni boshlagan. Buni o'zingizlar bilgan bo'lsanglar, hamma maktablar, bog'chalarda hammasiga teplovoy nasos qo'yib chiqildi. Shu noyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oylarida bo'ldi. Juda kam muloqotlardan so'ng. Ya'ni bo'ldi, ya'ni davlat ham sekin-sekin o'tyapti. Shu borki, yana bundan tashqari davlat yangi qurilayotgan uylarga o'sha gaz bermaslikni boshladi. Ya'ni gaz bermayapti o'sha. Elektr bilan yoki boshqa shunga o'xshagan manba bilan uylarni isitasan deyapti. Bu ham bitta sababi, ya'ni teplovoy nasosiga bo'lgan talabni ortishiga. Hop, keyin gazni narxi bu oshish bo'yicha, ya'ni gaz nisbatan tezroq oshyapti narxi. Hop, bu sabablardan biri. Endi o'zi bizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarda afzalliklar haqida gaplashsak, birinchisi sensorli displey, ya'ni pult sensorli. Pult orqali deyarli hamma haroratni o'lchab tursa bo'ladi. Ya'ni deyarli hamma joydagi datchiklar o'rnatilgan bo'ladi, uni shu pult orqali ko'rsa bo'ladi. Ya'ni sensor boshqaruv. Bundan tashqari vizual boshqaruv, ya'ni Wi-Fi bilan boshqarsa bo'ladi. Ya'ni masofadan turib telefonda programmasi bor. Xuddi oddiy konditsionerda Wi-Fi funksiyasi bo'lgandek, bunda ham shu funksiya bor. Shu orqali masofadan turib boshqara olasiz. Ya'ni dacha yoki qanaqadir ishxonaga qo'yilgan bo'lsa, siz uyingizdan chiqayotganda yoki borishdan oldin uni yoqib qo'ysangiz, borganicha siz xohlagan harorat bo'lib turadi. Ya'ni shunaqa funksiyasi ham bor. Xo'p, bu hammasi R32 freonda, ya'ni kichkina modellarimiz, kichkina quvvatdagi modellar hammasi R32 freonda ishlaydi. Xo'p, bizda hozirda kichik quvvatdagilarning 6 ta modeli mavjud. 8 kilovatdan boshlab 34 kilovatgacha mavjud. Hammasi inverter sistemali kompressor bilan ta'minlangan. Va bu yerda 3 ta model kichkina, ya'ni 8, 12, 18 modelimiz bir fazalikda. Undan katta 3 ta modelimiz 3 fazali tokda ishlaydi. Lekin hammasi inverter. Hammasi R32 da. Kilogram gaz boshunda ichida. Ha? Kilogram gaz. Xarakteristikasi bo'lmasa kerak. Yo'q, boyasi ko'pmi? Yo'q. Xarakteristika ham R32 bor. Nechta kilo deydi? Endi immuniy modelini qarab-ku. Kilo, 6 kilo, 7 kilo. Ha, bor ekan. Bor. Bor ekan 7 kilo. Bor. 207 kilo. 207 Bo'ldi, tushundim. Hop, buni hammasini ichida nasos bor. Ya'ni boshidagi 4 ta model, ya'ni 22 gacha bo'lganda ichida bluetoothli nasosi bor. Ya'ni korpusning ichida joylashgan. Ikkita katta modelimizda korpusning ichida emas, alohida tashqi nasos bor. Bu ham komplektida bor. Lekin korpusning ichida emas. Отдельный